Assalomu подписчиклар, egadan mashina kelib turibdi sotib berarga. 2022 ishlangan optiramak Amerikanka farlab qo'ygan 4 bosh baloni bor ekan, toza. Tonirovka 11 oy sotiladi do'stlar. Bak ko'rinishidan qarang, chotki mashina. Probeklari hozir ko'ramiz. 52.582 km tuttu. Magnetofon, mexanik korobka, podогрев filmlari ham bor deydi, ishlab turibdi. Susuz защитаlar ham urilgan ekan mana bu. Tonirovkalar ochib zo'r turibdi mashina. Metani var ha? Bor. Metalar ham bor deydi. Buni deydi bir pasport bilan kelsa deydi. Bir pasport bilan kelsa deydi, pulsiz deydi. Mindirib beramiz deydi. Qo'lina deydi 100 ming so'm pul qaytib berib beramiz deydi shuning ichida. Ko'rdinglarmi? Pulsiz minib ketdi o mashina absolutno родной do'stlar. Avezlar ham bor mana avezlar. Absolutno родной mashina. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Berin tumanida mashina do'stlar. Mana ko'rinishlari chotki. Arka tarafdan gösteriyorum. Metalları var. Ballar umman düşmene gerek. Bunu bakasınca son Bakas 140 milyondan geçip veriyorum. 140 milyondan kelişip çıkarıp qaytib beraman dedi. Hayır pul dedi. Telefonlar 91'den 91 303 303 33 33 23. Telegram, WhatsApp'ımız var. Azırak yeteretmezden karışmam turadi. Bemalol alqa çağırırsınlar. Mashina avtositda turadi, avtositga kelaverasizlar. Pulsiz chiqadi do'stlar. Qo'lingizga 100 ming so'm pul ham qaytib beradi. Oylik to'lami 4,5 million so'mdan. 4,5 milyon. 5 yilga. 4 million 500. Ofarmay pul olib kelsalar bo'lib chiqib ketaveradi xudosi. Jintirazlar bilan yurgan tashlarga yuborib qo'ying shu videoni xudosi. Ne? Jikarangda turuna qalingan mazoli turibdi mashina do'stlar. Kelaverasizlar.